Keldingmi? Keldim. Qancha vaqtim qoldi? 3 daqiqa. Oxirgi tilaging. Yashashdan ma'no nima? Yangi tilak-ku. Men butun umr shu savolga javob qidirdim. Menga aytchi, balkim bekorga yashamagandirman. 5-sinfdagi ismli qizcha esingdami? Olovrang sochlimi? Olovrang soch. Ha, eslayman. Men ham eslayman. Uni oyog'idan chalib yiqitganingda u to'g'ri borib it naxlatiga yiqilganda esingdami? Ahmoqona ish. Hamma bolalar shunaqa. Ahamiyati yo'q. Shundan keyin unga hamma yangi axlatchi deb laqab qo'yishdi. Shu darajaga olib borishdiki, u boshqa maktabga o'tib ketdi. Shunga nima qilibdi? Bo'ldi. Sen yashashingda ma'no shu edi. Sen o'z vazifangni bajarding. Qanaqasiga? Yangi maktabda u sevib qoldi va o'qishni tugatishi bilanoq turmushga chiqdi. Keyin buyuk insonni tug'di va tarbiya qildi. Uning farzandi tarixga kiradi. Sen esa shu maziyakaning bir qismi eding. Ishonmayman. Bunday bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa.